Men bilan qarang, chiroyliligini. Qancha ekan bilaringiz? Voy, jalarim kelinglar. Ko'raverib aytaman narxini. Bu qancha? Voy, jalarim, Instagram profilimizda videolarni ko'rib kelyapsizlarmi? Ko'rmadinglarmi? Bet bormi? Kelishda har doim so'raverasizlar, ko'r narxini ko'rib kelyapsizlarmi? Mana olib beringlar, silab beraman. Voy, hazillashim. Hozir obed qilmaganim uchun sal asablarim joyida emas. Qaranglar qizlar, boshdan aytib beraman. Mana shu ko'rayotgan общий naborilar turibdi-yu, mana stolda nimalarni ko'ryapsizlar, ko'zinglar nimalarni ko'ryapti. Asal bagimalarni hammasi Dubay tovarlari. Mana bu fujerlarimizni qaranglar. Ana voy, siz uyda posuda yuvsangiz kerak, posuda yuvadigan qizga o'xshayapti-da. Mana qilib ishqalaganingizda hamchi, mana bu naqshlari umuman ketmaydi. Chunki original-da. Qarang, hammasi 12 kishilik. Bular ham 12 kishilik, servirovkalar ham 12 kishilik. Xullas, mana shu ko'rayotgan hamma narsalar nech pul deb o'ylaysizlar? Qancha? Atiga prizi $99. Tasavvur qilasizlarmi? Busiz yo'q. Buni ishlatinglar. Men buni qaraganda, buni o'zi shuncha narsani puli bo'lmaydi-da. Bu qimmat narsa, sizlarim. Olsinmi sizlar deyman-a? Ko'rinib turibdi-sizlar. Davlatchi bo'ldi, hammasini olib beraman. Keyin aytgancha, sizlar orqanglardan keladigan boshqa olsin. Qaynopa qaynasingillarga ham aytib qo'yinglar. Bunaqa narxda hech qayerdan topa olmaysizlar. Agar topgan taqdiringlarda ham eringlarni qaytarib beraman. Yuringlar. Tushunmadim. Siz eringiz aytdimi yo men erim aytdimi? Yuring. Yuringchi. To'xtang.